Mavzuda davom etamiz. Antikorrupsiya oyligi hamda 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida profilaktik suhbat o'tkazildi. Jizzax harbiy prokuraturasi tomonidan tashkil etilgan tadbirda boshqarma shaxsiy tarkibi, korxona va tashkilot vakillari ishtirok etishdi. Jamiyatda korrupsiyaga nisbatan mutlaqo murosasiz munosabatni shakllantirish bugunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada mas'ul idoralar zimmasiga aniq vazifalar yuklatilgan bo'lsa-da, illatning ildizini to'liq yo'qotishda har bir fuqaroning shaxsiy mas'uliyati ham katta ahamiyatga ega. Korrupsiyaga qarshi kurashish har birimizning burchimiz mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga nisbatan keskin norozilik bildirish va unga qarshi qat'iy kurash olib borish eng ustuvor vazifa ekani ta'kidlandi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, xizmat intizomiga qat'iy rioya etish, vakolatlardan suiiste'mol qilishning huquqiy oqibatlari hamda boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarning oldini olish yuzasidan fikrlar bildirildi. Tadbir davomida shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash, qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish, shaxsiy mas'uliyatni oshirish, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli buzg'unchi g'oyalar ta'siriga berilmaslik masalalariga alohida urg'u berildi. Tadbir davomida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati vakillari tomonidan qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish, aholini is gazidan zaharlanish holatlarining oldini olish, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlarning samaradorligi haqida ham ma'lumotlar berildi.